Cho'g'mada chov-shuv bo'layotgan Ashijayeva nihoyat bitta ko'pchilik qiziqdi. Bu choyxona bo'ladimi, oshxona bo'ladimi, to'yxona bo'ladimi deb. Bu oilaviy restoran bo'ldi. Joyda internet qo'llab-quvvatlab paytga bosib, ilk cho'g'malarga tashlab qo'ydilar. Endi cho'g'mada shunaqa premium klassdagi restoran bor. Bitta narsani aytish esimdan chiqdi, Andijonda agar top 3 ta zo'r restoran bo'lsa, shu restoran top 3 talikka aniq kiradi. Xo'p, bunda restoran obzorini boshladik. Manzilni bilmaganlar uchun aytib o'tib ketaman. Cho'g'ma Habakani yonida joylashgan. Ma'lumot uchun restoran bir vaqtda o'zida naq 350 ta odamni sig'dira oladi. Endi tug'ilgan kun yoki qanaqadir tadbir o'tkazmoqchi bo'lsanglar, uzoqqa borishingiz shart emas, chunki bu yerda shunaqa o'zining alohida xonalari bor.